O'zbekistonga yangi darajadagi poyezdlar keldi. Endi oddiy safar tushunchasi asta-sekin o'zgarib bormoqda. O'zbekistonga Rossiyadan yangi Aurora vagonlari olib kelindi va ular odatdagi poyezdlardan tubdan farq qiladi. Eng asosiy jihati bu vagonlar 2 qavatdan iborat bo'lib, bir vaqtning o'zida ancha ko'proq yo'lovchini qabul qila oladi. Bu esa yillar davomida muammo bo'lib kelgan holat. Bilet yetishmovchiligi masalasini sezilarli darajada kamaytirishi kutilmoqda. Endi odamlar safar rejalashtirganda bilet topolmay qolaman degan xavotir bilan kamroq duch keladi. Yangi vagonlarning ichki qismi ham butunlay zamonaviy standartlarga moslangan. O'rindiqlar yumshoq va qulay qilib ishlab chiqilgan. Uzoq yo'lda ham charchoq kamroq seziladi. Har bir yo'lovchi uchun oyoq qo'yish joylari mavjud bo'lib, bu safar davomida yanada erkin o'tirish imkonini beradi. Stolchalar esa yo'l davomida ishlash, ovqatlanish va shunchaki qulay joylashish uchun xizmat qiladi. Shuningdek, vagonlar kuchli konditsioner tizimi bilan jihozlangan. Bu esa ayniqsa yoz oylarida muhim ahamiyatga ega. Ichkarida suvli kullerlar o'rnatilgan. Yo'lovchilar safar davomida ichimlik suviga bemalol ega bo'lishlari mumkin. Elektron tablolar orqali esa barcha zarur ma'lumotlar, yo'nalish, vaqt va boshqa yangiliklar ko'rsatib boriladi. Yana bir muhim qulaylik eshiklarning avtomatik ochilishi. Bu nafaqat zamonaviylik belgisi, balki xavfsizlik va qulaylikni ham oshiradi. Umuman olganda, bu 2 qavatli poyezdlar nafaqat yo'lovchilar sonini oshirish, balki safar sifatini ham yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi. Endi temir yo'l orqali harakatlanish nafaqat zarurat, balki qulay va yoqimli tajribaga aylanishi kutilmoqda. Xo'sh, siz bunday yangi avlod poyezdlarida sayohat qilib ko'rishni xohlaysizmi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Poytaxtdagi eng dolzarb voqealar va muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni Toshkentliklar 24 kanalida kuzatib boring.